loja shtanga bilan bo'lgandan keyin gaflet bilan ulaman. Mana jigarlar, bugungi ko'krak mushaklar trenirovkamizni ham yakunladim. Ko'rganlaringizdek har bitta упражнениyaga og'ir veslarni oldim. Nima uchun? Chunki bizning mushaklarimiz, muskullarimiz faqat og'ir veslarni ko'targanimizda travma bo'ladi, yirtiladi. Keyin o'sha sababli yaxshi bittani qilsak, keyin yaxshi dam olsak, mana shu 3 ta sabab bo'ladi mushaklarimizning o'sishiga. Agar mana shu zalga kelib eshakday ishlamasak, trenirovka qilmasak, uyga bo'lgandan keyin mo'lda yemasak, ayiqday uxlab dam olmasak, rezultatni kutmanglar. Bir yil ham trenirovka qilib keyin aytasizlarki, menga bunaqa rezultat bo'lmayapti, nima uchun? Tak что zalga kirib ishlash kerak.